Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramını görürsüzlər. Programımızga hoş geldinglar. Mazkur programımızda muşu bir hafta jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga doir anlatılgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Uyghur diyarındaki siyasi bastırış ve zor kölemdeki tutkullarda Doktor Xalmurat Opur'nun yoşurun bölgünçilik qilish bilan ayıplanıp keçiktirme ölüm cezasıga hüküm kılınganlığı delillendi. Bu jarayonda Ma'rif nazaratining sobiq naziri Sattar Savutning bölgünçilik bilan ayıplanıp keçiktirme ölüm cezasıga hüküm kılınganlığı. Obzorchi Yalqin Ro'ziga muddatsiz qamoq jazosi berilganligi ma'lum bo'ldi. Alaqadar uçurlarda Sattar Savut başçılığındaki bir türküm sarxillarının Uygurca dərsli kitaplarına Ahmetcan Qasimi, Mahmud Qashqari, Memtili Tevfik Efendi qatarlıq tarihi şəxslərinin hayat haqqındakı məzmunlarını kirgizganligi üçün qo'lga ilinganligi ko'rsatilgan. 20 sentabr kuni Xitoy Davlatlik energiya idorasining boshlig'i Uyg'ur Avtonom rayonining sobiq qo'rchaq raisi Nurbekri partiya intizomiga va qonunga xiloflik qilish bilan ayblanib tekshirishga elib ketilgan. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa bu munosabat bilan qilgan so'zida Nurbekrining tutqunga aylanishida uning Uyg'ur bo'lganligi eng asosli sabab deb qaraydiganligini bildirdi. 共产党领导的社会主义的中国屹立于东方的一些别有用心的人的煽动和操纵，对此呢，我们将保持高度的警惕。 Analizchilar bu vaqt fikr qilib, Nurbekrining Xitoy hukumati bir qo'lliq tarbiyalab chiqqan eng yuqori darajalik Uyg'ur kadrining tutqun qilinishi, amdilikda Xitoy hukumatining Uyg'ur kadrlarga hech qanday ehtiyoji qolmaganligining eng ro'shan ifodasi dedi. Xitoy doiralari yaqinda Urumchi shahridagi eng dangliq Uyg'ur restoranlaridan Miraj restoranini pechatlab o'tgan hamda restoran xo'jayinlarini tutqun qilgan. Bu jihatdagi inkaslarda ma'lum bo'lishicha, bu restoranning taqib o'tilishida uningdagi quyuq milliy uslubdagi bezak va naqshlarning bo'lgunchilik va oshqullik ideyalarini targ'ib qilganligi bana qilingan. Uyg'ur diyorida navbatda Uyg'urlarning milliy madaniyat kimligiga chetishliq bo'lgan barliq mazmunlar yo'qotish obyekti qilinayotgan bo'lib, aloqador mutaxassislar bu holni Uyg'urlarni istiqsiz yo'qotishni nishon qilgan madaniyat qirg'inchiligi deb qaramoqda. Bir necha kun ilgari Pokistonlik bir qism savdogarlar Beijingdagi Pokiston elchixonasi oldida namoyish qilib, lagerlarga qamalgan Uyg'ur ayollarini qo'yib berishni talab qilgan edi. Buning bilan navbatda 300 dan ko'proq Uyg'ur ayolining mushuningga o'xshab ketadigan taqdiri yana bir qitim kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Qozog'istonlik Uyg'ur yigiti Sadriddin bilan to'y qilgan Muyassar Muhammadmu otishdagi lagerga qamalib, chet ellarga yotliq bo'lgan Uyg'ur ayollarining tutqun qilinishiga o'xshash qismatga duchor bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishida chet el bilan aloqasi bor kishilar izchil muhim insonlardan bo'lib kelmoqda ekan. Uyg'ur masalasining xalqaro taratqularda qiziq tema bo'lishiga ergishib, bir guruh Uyg'ur ziyolilari Turkiya poytaxti Anqarada Uyg'ur tadqiqot institutini qurib chiqqan. Mazkur institut asosligi Uyg'urlar to'g'risida nashr qilingan xabar, maqolalarni yig'ish hamda Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida doklad tayyorlash xizmati bilan shug'ullanadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, har qaysi hukumatlar va tashkilotlar Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotganda, Uyg'urlarning o'zlari qurgan mushundaq bir ilmiy tashkilotining vujudga kelishi Uyg'urlar masalasini texmi yaxshi tanitishda zo'r ijobiy ahamiyatga ega deb qaralmoqda. O'tgan hafta Kanada hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi yillik yig'inda Xitoy bosh ministri Wang Yidan Uyg'ur diyoridagi lagerlarning ahvolini surishti qilgan hamda erkinlikdagi kishilarning erkinligi tartib elinganligi uchun so'z qilish majburiyati bor deb ko'rsatgan. 26 sentabr kuni Amerika Davlat Majlisida maxsus Uyg'urlar diyoridagi lagerlar masalasi va buningga chetishlik masalalar bo'yicha guvohlik berish yig'ini ochildi. Yig'inda lagerlar masalasining bundan keyingi taraqqiyoti nuqtaliq muhokama qilindi. Növbətdə bir qism puxravi təşkilatlar və şəxslərmi Uyğurlarını qollaş üçün faal hərəkətlərdə boluyatqan olub, Avstraliyalik ziyali Kevin Koriko'nun təşəbbüsü bilan qurulğan Uyğurlarını qollaş qrupsi ana şundaq qruplarning biri ekan.
Hörmətli televizor görgücülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdul Xəbərlər proqramısını gördünüz. Kelar hafta görüşəyilik. Xeyir xoş. Xeyir xoş.